kechirishni xohlaysiz. Mana bu inson siz kechira olmaydigan inson. Kechirmasangiz ham yashaydi. Kechirmasangiz ham sayohatga boradi. Kechirmasangiz ham nonushtasini yeydi, bemalol uxlaydi. Siz kechira olmayotganingizni u inson bilmaydi. Va endi ikkinchisini aytaman sizga. Kechirsangiz ham u shunday yashaydi. Kechirsangiz ham u ovqatini yeydi, nonushtasini yeydi. Ammo kechira olmaslik shunday narsaki, uni o'limini kutasizda, ammo zaharni siz o'zingiz ichasiz. Kechirish siz uchun kerak. Sizni qalbingizda yashaydi bularning hammasi. Va biz nega kechirmaymiz, bilasizmi? Kechirmayman, qilgan ishiga ozgina bo'lsa ham nimani uyalsin, aybdordek his qilsin deymiz. Ammo ishoning, hech qachon bunday bo'lmaydi. Siz ichyapsiz zaharni, siz yig'layapsiz hozir. Siz nonushta yeyotganingizda ichiga zahar qo'shib yeyapsiz. Kechira olmaslik mana shunday narsa. Faqatgina xohlaysizmi kechirishni yoki xohlamaysiz? Mana